Assalomu alaykum, bizlar kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Endi bu uy bitta ko'ringlar. Fasad kattaligini ko'rasizlarmi? Polniy hammasi ikki etajli tushgan. Hovlilar uglovoyga joylashgan. 1.8 sotu, 6 ta xona, faqatgina podvali yo'q. Suv, svet, gaz, kanalizatsiyagacha bor. Toshkent tumani Inst mahallasi, orientir Dido to'yxona bo'lyapti. Hop, azizlar, Yevro remont. Faqatgina mebel texnikasi yo'q. Oshxona mebellari qilingan, tayyor mebel texnikani to'ldirib yashayveradigan joy. Fasad kattaligini, bagati, juda ham bagati bo'lgan mahalla. Uy shunaqa bagati chiqqan. 3 ta qurilgan edi, xudo xolasa bitta shunisi qoldi, ikkita yonidagi sotilib ketdi. Narxini videoni oxirida aytaman, oxirigacha ham ko'ring. Yaxshi sifatli qovuli qidirib yurgan insonga tashab qo'ying. Chistani va bir orzu havas bilan uy qilib yashayman degan insonga juda ham zo'r variant ekan. Darvoza xonamiz, yonida kalitka eshigini ko'rdinglar. Bitta ma'lumotni aytib ketaman. Uy ichilarini ko'rsatganda mashina qo'yishga joylar bemalol, hovlining ichiga ham kiradi. Video davomida uyimizda faqatgina parda ilinmagan, lekin u pardalari ham hamma narsasi ilib beriladi. Ko'chamiz to'pik, bemalol bolalar mazza qilib o'ynab yuraveradi. Hovlini qaranglar endi, juda ham chiroyli, juda ham go'zal chiqqan. Qaranglar. Hammamizga shunaqa uylarda yashash nasib qilsa, niyat qilganlikda like bosib, amin deb yozib qo'yinglar. Sizlarga ham shunaqa uylarda yashash nasib qilsin. Yashil hududga ega bitta mashina bemalol sig'adi. Stol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi bemalol. Ko'chani sanuzeli mavjud, rakvina qo'yilgan va letniy kuxnyasi bor. Qarang, juda ham zo'r chiqqan. Hammamizga shunaqa uylarda yashash nasib qilsa, uylanishni to'liq ko'ramiz. Albatta siz podpiska tugmasini bosib qo'ying. Birinchi qavatga kirish eshigimiz. Kirganingizda mana shunday bitta katta hol, uglovoy hisobiga va panoramli oynalarni qaranglar. Juda ham zo'r chiqqan, juda ham aql bilan qilingan, xudo xolasa. Holimiz bu yerda katta xolasanglar to'svorasizlar, xolasanglar ochiq bo'ladi. Oshxona mebellari bilan qilingan, ko'chaga oynasi panoramli qilib qilingan va ro'parada zalimiz. Qaranglar, zal ham juda ham chiroyli. Hamma qandillar ilingan, lyustralarimiz bor. Pardalarimiz karnizlarigacha qilib qo'yishibdi. Orqa hovliga chiqadigan eshigimiz bor. Orqa hovlini ham ko'rsanglar bo'ladi, kattagina qilib qilingan. Albatta bu havo olish uchun qilingan uy. Zo'r, hamma narsani o'ylab, did bilan joy-joyiga joylangan, tepli pol, registrga отдельно turba tashab ketilgan. Xolasanglar qo'yib olsanglar bo'ladi. Faqatgina uyimizda podval qismi yo'q. Sanuzelda aqlli ish qilishga spaniyadan ham kirsangiz bo'ladi, общийga ham kirsangiz bo'ladi. U yoni bu yoni qoplab foydalansa bo'ladigan variant qilishgan ekan. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va albatta orqaga chiqadigan eshik qilib qo'yishgan. Endi ikkinchi qavatni ko'ramiz. Like va podpiskani unutmanglar. Albatta bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ikkinchi qavatga chiqish zinamizda oynani qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan. Bu yoqqa ayniqsa pardani ilsa juda ham go'zal bo'ladi. Chiroyli qandilli qilib qo'yishgan. Chiroyli zinalar bilan chiqib kelasizlar. Mana shunday kichkina koridorchi kutib oladi sizlarni. Просто shikarni, rosa ham chiroyli chiqqan. Shunda bu yog'imizda bitta katta zal bo'lyapti. Zalni endi razmerini qaranglar, zo'rligini. Gap yo'q, juda ham sifatli qilishgan, juda ham yaxshi chiqqan. Kelgan insonni xudo xolasa didiga yoqadigan darajada remontlar qilib qo'yilgan. Tepada 4 ta xona, 2 ta sanuzel bo'lyapti. Родительский спальный. Ichida ko'rib turganingizdek dushovoy kabina, rakvina, unitaz joylashgan, hamma aksesuarlari qo'yilgan. Uyimizda hamma qandillar va karnizlar ilib qo'yilgan, lyustralar ilib qo'yilgan. Mebel texnikani olib kelib yashayverasizlar. Общийga sanuzel tashalgan. Quroqlar juda ham chiroyli chiqqan. Va bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi degan bo'ladi bemalol. Qizlarga mo'ljallangan. Bu yoqqa mana shkaflarni ham yasatib qo'yishgan ekan. Tayyor shkaf olib o'tirmaysizlar. Oynalar katta panoramli bo'lgan.
hovliga qarab turibdi. Yorug'lik juda o'tdi. 100% tushyapti, juda ham zo'r, shu tarafi zo'r ekan. Uloy bo'lgani hisobiga endi bu oynani qaranglar. Juda ham zo'r, maza qilib yuboradigan joy. Shobodamiz mana shu tarafdan esadi. Shamolni shoboda juda ham zo'r bo'ladi bu yerda. Ayniqsa havo darajasi bu yerda juda ham tozalikda yuqori darajada. Bu yerda ko'rib turganingizdek kichkina balkonchamiz bor. Chiqib bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Bu hovlining orqa tarafi kattagina dala. Ko'rib turganingizdek. Shuni hisobiga shoboda ham juda ham zo'r bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa $170,000 so'ralyapti. Ozgina savdosi bo'ladi. Bemalol pastki raqamli qo'ng'iroq qilib olasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.